O'zbekistonda yangilik demaymiz. Natijnoyda Optimga kelganmiz. Akamiz stanoy o'rnatib o'zi arzon narxda qilib beryapti ekan. To'g'ri prostoyini 65 mingdan olib borib o'rnatib berar ekan, gulligini 125 mingdan boshlanar ekan. Bitta ichkari kirib ko'ramiz ish jarayonini. Mana primerda gulligi degani mana bu yerda o'zlari uchun chorniy qilib qo'yishibdi. Mana shu gullik. Prosta bu hali laxtaylar chiqarib qo'yilgan. Xo'p, mana bunaqa oqi 65 mingdan o'rnatib berishingiz ichida. Xizmatlar ichida o'rnatib berish. Ko'proq bo'lsa, ob'yom bo'lsa, Albatta o'zi kelishamiz. kelishiladi. Biz eng arzon necha bilan qilib bergansiz ob'yom? 60-59 ming so'mdan qildik, 1000 kvadrat joy. 1000 kvadrat desam endi 10 sotik bo'ladi-da, katta bo'ladi. Katta joy ekanda. Stanoyda yangi o'rnatishdi, mana 20 ming dollarga olib kelingan. Stanoy o'zlarida, hamma o'zlarida, hali bir xil natijnochilar bor, bunaqa apparati yo'q. Kimgadir zakaz qiladi, gulni. Diller bo'ladi. Sizlar как diller ekansizlar-da. Bemalol vodiy bo'ylab dastlabki qilishlari, misol telefon qilishsa, ustalaringiz va borib o'rnatib berishadi. Vodiy bo'ladi. Aha. Xohlasangiz oqi 65 mingdan boshlanadi, gulligini xohlagan dizayningizni qilib berishadi. To'g'rimi? Misol gulini tanlasa o'zlari o'shundan qilib beraveradi. Telefondan, Instagramdan. Rasmchi? Odamni rasmini ham chiqarib beraverasiz. Ko'ryapsiz? Rasmni ham chiqarib berishar ekan. Patologiya rasmingizni qo'yib qo'yib, tomosha qilayotgan bo'lar ekanda. Pastga nomer qoldiryapmiz, bemalol akalar zakaz qilib ishlaymiz, mumkin.